samarali yashillashtirish yo'lida qanday asosiy ekologik to'siqlar mavjud? Bu tekislikdan iborat qismidan yarmidan ko'pi cho'l va chala cho'llarga to'g'ri keladi. Ekdingmi ekding. Archa ekiladi, vaholanki u archani o'sadigan joy emas. Suvsiz biz yashillashtirishni tasavvur ham qila olmaymiz. Ko'kalamzorlashtirishga qanday ta'sir etyapti suv yetishmovchiligi? Birgina Orol dengizining suvini qurib qolishi bir qancha sohalarning butunlay yo'qolib ketishiga olib keldi. Yashillashtirish jarayoniga mahalliy aholini faol jalb etilishiga qanday baho berasiz? Taklif qilsak, kelinglar ham ishtirok etinglar deb juda ham bir ishonchsizlik bilan skeptik qaraganlar bo'ldi. Ya'niki biz daraxt ekamiz, ko'chat ekamiz, 1-2 yildan keyin kesib ketishligi uchunmi degan. Urbanizatsiya va tabiiy hududlarni uyg'unlashtirish qanchalik mumkin? Katta qurilish loyihalarini qilishda kvadrat metr 500 kvadrat metrdan kam bo'lmagan hududlarning eng kamida 25% yashillik darajasi bilan ta'minlanishi kerak. Qurg'oqchilikka chidamli qanday o'simlik turlarini ekkani yaxshiroq bizda? Qayrag'ochlar, shumtollar, katalpalar, shular suvsizlikka chidamli daraxt turlari hisoblanadi. Dronlar vositasida urug'larni ekish nazarda tutilyapti. 2020-yilda ham odam yetib bormaydigan juda uzoq joylarga shu An2, ya'ni kukuruznik deymiz, shu bilan ekilgan urug'lar va unib chiqqan ular ham. 100 milliard so'm ajratildi. Mablag'ni to'g'ri taqsimlanishi, umuman maqsadli ishlatilishini kim nazorat qiladi? Sarflangan mablag'larni jamoatchilik o'sha platforma orqali kuzatib borsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugun biz nafaqat O'zbekiston, balki butun sayyorada muhim masalalardan biri, ya'ni yashillashtirish, ekotizimlar va yashil fikrlash haqida suhbatlashamiz. Bugun diqqat markazimizda Yashil makon umummilliy loyihasi, shuningdek, mamlakatimiz duch kelayotgan real chaqiriqlar, ya'ni qurg'oqchilik, urbanizatsiya va iqlim. Bugun studiyamiz mehmonlari mutaxassis Alisher Yakubov va jamoatchilik faoli, ekofaol Aqida xonim. Alisher Yakubov O'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurashish agentligi bosh mutaxassisi. Aqida xonim, jamoatchilik faoli, bloger. Yashil makon umummilliy loyihasi haqida to'xtalishdan avval keling dastlab O'zbekistonda real kartinaga nazar tashlasak. Ya'ni bugun mamlakatimizda samarali yashillashtirish yo'lida qanday asosiy ekologik to'siqlar mavjud? Respublikamiz hududini umumiy oladigan bo'lsak, 4dan 1 qismi tog' hududidan, 4dan 3 qismi tekislikdan iborat. Bu tekislikdan iborat qismidan yarmidan ko'pi cho'l va chala cho'llarga to'g'ri keladi. Qizilqum cho'li, Orolning suvi qurigan tubidagi qumlar, cho'llar, shular jumlasidan hozir nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda Orolning suvi qurib qolishi bu katta ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Bundan barchamiz xabarimiz bor. Endi bizlarning asosiy vazifamiz birinchi navbatda Ekologiya vazirligi hamda uning huzuridagi O'rmon agentligining birinchi navbatdagi vazifasi qurg'oqchilikning oldini olish, cho'llanishning oldini olish, o'sha Orolning qurigan tubidagi chang bo'ronlarni tarqalishini oldini olish. Ya'ni Alisher aka, endi vazifalar haqida biroz keyin to'xtalamiz. Umuman bugungi kunda yashillashtirish borasida qanday bir ekologik to'siqlar, ya'ni muammolar mavjud? Endi bilasizmi, o'zi ko'kalamzorlashtirish, umuman yashillashtirish borasida juda yaxshi takliflar berilgan o'z vaqtida va ulardan bittasi yashil makon. Keng ko'lamli bu aksiya respublika bo'yicha. Lekin bu yerda bilasizmi, ommadan, ya'ni shunaqa bir tendensiya bo'ldiki, eksa bo'ldi. Lekin birinchidan biz ko'chat ekishdan oldin bitta viloyatda o'zida, bitta tuman o'zida turli xil tuproq yoki iqlim sharoitlari yoki yana boshqa masala, suv masalalari mana shularni ko'rib chiqish kerak. Lekin ularni bir atroflicha o'rganmasdan faqat bo'ldi galochka uchun deyiladi-ku. Ekdingmi ekding. Vaholanki, misol uchun ko'pincha mana igna parkliklar archa ekiladi, vaholanki u archani o'sadigan joy emas. Ekgandan keyin shunday tashib ketishadi sug'orish masalasi. Ularni misol uchun tegini yumshatish masalasi. Shu bo'yicha milliardlab sarflangan mablag'lar yo'q bo'lib ketadi va keyingi safarga ham yana xuddi shu narsa. Quriganlar olib tashladi. Bu prosentaj katta bo'lishi mumkin. Har bitta regiondan misol uchun qaraydigan bo'lsangiz, suvi bormi, yo'qmi, umuman uni iqlim sharoitiga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Keyin yana boshqadan byudjetdan juda katta pullar ajratiladi. Bu narsani xususan ekologiya vaziri Aziz Abduhakimov ham o'zlarining hisobotlarida bu narsani aytib o'tganlar. Qo'shib yozishlar juda ko'p. Bu masalada misol uchun ekologiya ham, umuman kerakli tashkilotlar ham o'rganish olib borib, qanchasini olib chiqishdi endi. Yaxshi tashabbus, lekin ura-urachilik bilan bunaqa yaxshi effektga biz erishmaymiz. Lekin bir narsani ham aytib o'tish kerak, xususan mana 2020-yilda meni esimda meni ham olib ketishgandi. Shu Orolni qurigan tubiga saksovul va shunga o'xshagan yana aynan cho'l zonasida o'sadigan, ya'ni o'sha iqlimga mos bo'lgan shu o'simliklarni ekish bo'yicha.
u yoqda juda katta kuch sarflangan edi, ya'ni bizani harbiylarimiz ham boshqa davlat tashkilotlari deylik ta'lim tizimida misol uchun universitetlar, institutlar, ya'ni oliy ta'limdagilar talabalar ham borganda, xususan men ham o'sha yerga ko'ngilli bo'lib borib, o'sha yerda bir nechta daraxtlarni biz ham ekib keldik. Yashil makon bo'yicha yana batafsil albatta to'xtalamiz. Hozir birinchi kelib muammolarini ko'rib chiqaylik. Mana siz aytdingiz boshida, ya'ni birinchi galda byudjetdagi ortiqcha sarf xarajatlar, qo'shib yozish, suv yetishmasligi masalasi, suv tanqisligi, to'g'ri kelmagan joyga to'g'ri kelgan daraxtni ekib ketish. Ekdingmi, asosiy muammo, ya'ni yashillashtirishdagi asosiy muammolarni mana shularni sanab o'tdingiz. Shulardan biri, ya'ni suv resurslarini tanqidchiligi, to'g'rimi? Haqiqatan ham mana suvsiz biz yashillashtirishni tasavvur ham qila olmaymiz. Ko'kalamzorlashtirishga qanday ta'sir etyapti suv yetishmovchiligi? Bugungi kundagi mavjud yashil qoplamalarga qanday tahdid solyapti? Respublikamiz hududlari bo'ylab suv resurslari bir tekis taqsimlanmagan. Amudaryo hamda Sirdaryodan suv oladi. Kanallar, suv omborlari orqali. Masalan, har bir viloyat markazida yoki tuman markazida suv bilan ta'minlash darajasi respublikamiz bo'ylab har xil. Masalan, 200 dan ortiq tuman shaharlar bo'lsa, ularda suv bilan ta'minlanganlik hozir Toshkent shahridek emas. Masalan, Mo'ynoq tumanini oladigan bo'lsak, hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan keyingi 5 yillikda Mo'ynoq aholisini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha katta ishlar olib borildi. Mo'ynoq tumaniga borgan odam buning natijasini ko'zi bilan ko'rsa bo'ladi. Markaziy Osiyoning asosiy muammosiga aylanib o'tgan, masalan, shu cho'llanishga qarshi kurashish yaqinda bo'lgan Toshkent shahrida guvohi bo'ldik. 2-3 marta shu bahor oyida chang bo'ronlari kuzatilishi guvohi bo'ldik. Bu albatta keyingi yillarda bizni qurshab turgan tabiiy resurslardan noqulona foydalanishimizning natijasi desak bo'ladi. Bu ittifoq davridan, tabiatdan, suv resurslaridan, yerdan, boshqa o'simlik dunyosidan, hayvonot dunyosidan foydalanishimiz butun tabiatda uyg'unlikni zanjiridan uzilishiga olib kelmoqda. Birgina Orol dengizining suvining qurib qolishi bir qancha sohalarning butunlay yo'qolib ketishiga olib keldi. Har xil ekologik kasalliklar kelib chiqib, katta muammolarni yuzaga keltirmoqda. Bu Orolning suvini qaytarib bo'lmaydi. Bu yerda atrofga tarqalayotgan o'sha qumli, tuzli chang bo'ronlarni atmosfera havosiga ko'tarilishini oldini olish. Yani statistik ma'lumotlarga yuzlanadigan bo'lsak, har yili oldin yashil qoplama barpo etilishiga qadar Orol dengizining qo'rg'on tubidan 70-95 million tonnagacha o'rtacha tuz qum changlari atrofga tarqalgan. 2018-yilgacha jami Orolning suvi qo'rg'on tubida 400 ming gektar maydonda yashil qoplamalar barpo etilgan bo'lsa, mana hozirgi kunda ularning maydoni 2 million 100 gektardan oshdi. Bu qandaydir bir samara beryaptimi? Albatta, har yili yashil qoplama barpo etilgandan keyin vegetatsiya davrida tegishli soha mutaxassislari, olimlaridan ishchi guruh tuzilib, hududda monitoring ishlari olib boriladi. Guvoh bo'ldik, o'zim shaxsan qatnashganman. Voyaga yetgan 3-4 yillik saksovullar o'zining tubida bir necha tonna qumlarni to'plab qolganini ko'zim bilan ko'rdim. Aqida xonim, siz endi ko'plab odamlar bilan, jamoatchilik bilan suhbatda bo'lasiz, gaplashasiz. Umuman mana shu yashillashtirish jarayoniga mahalliy aholini faol jalb etilishiga qanday baho berasiz? Ya'ni bu jarayon ularga qiziqmi yoki muhim deb bilishadimi yoki shunchaki befarq qarashadimi? Bilasizmi, bu masala juda muhim. Masalan, ikkinchi tomoni ham bor. Nima uchun bu narsaga, ya'ni ommatan qo'shilmayapti? Birinchi marta daraxtlar kesilgan, bilasiz, Amir Temur xiyoboni edi. Undan keyin misol uchun qancha yana bu narsa bo'ldi, ya'ni prezidentimiz tomonidan moratoriy e'lon qilinganiga qaramasdan daraxtlarni kesish, noqonuniy daraxt kesish masalasi haligacha dolzarb qolmoqda. Men endi ijtimoiy tarmoqlarda ham bunaqa aksiyalar ko'p qildik. Misol uchun homiylik qilishdi, ko'chatlar olib berishdi va meni o'zi volontyorlik guruhim bor, jamoam bor. Shu bilan ko'chat ekishga borganimizda ko'pchilikni taklif qilsak, kelinglar sizlar ham ishtirok etinglar deb juda ham bir ishonchsizlik bilan skeptik qaraganlar bo'ldi. Ya'niki biz daraxt ekamiz, ko'chat ekamiz, 1-2 yildan keyin kesib ketishligi uchunmi degan narsa. Shuning uchun yana borib hamma narsa shu qonunni ishlashi masalasi bo'yicha. Misol uchun kuchli qilib yozilgan, imzolangan, lekin uni ishlash masalasi bu yerda turibdi. Agar biz aholini ongini oshirmoqchi bo'lsak, birinchidan qonun ishlashini ta'minlab qo'yishimiz kerak. Lekin oilaviy chiqib o'zidan yaxshilik qoldirish, ya'ni bu endi dinimizda ham savob-ku, bilasiz. Yaxshidan bog' qoladi degan bir naql bor. Chang bo'ronlari misol uchun mendagi bor ma'lumotlarga ko'ra bu birinchi prezidentimiz davrida juda katta byudjetda mablag'lar ajratilgan. Qo'shni davlatlar bilan shu shamol oqimi keladigan joylarda ehotalash uchun, ya'ni tabiiy ehota bu daraxt ekish uchun. Lekin hozir konkret qo'limda fakt yo'q, lekin mana o'sha vaqtida qilinmagan narsalar, vaqtida ishlanmagan, hozir effektini endi ko'ryapmiz. Sir emas, misol uchun hozir nafas yo'llari kasalliklari juda kuchayib ketdi Toshkentda. Shifoxonalarga borsangiz
go'dakdan boshlab yosh kattagacha bor. Bu kimga umuman tegi zarar? Butun respublikaga. Bu yosh ekan, bu qari ekan, bu daraxt ekibdi, yo ekmabdi, bu kesibdi, yo kesmabdi degan narsa yo'q. Hammamizga bir xil keladigan juda katta talofat-da bu O'zbekistonga. Shunaqa masalalar ham bo'ldiki, o'ziga etib turib, mana bu daraxt kesasan deb o'zligi misol uchun o'sha yashil ko'kalamzorlashtirilgan joyi qurilishga berib borib turib, vaholanki bizda prezidenti aynan imzolagan qonun bor, moratoriy e'lon qilingan. U narsani chetlab o'tiladigan bo'lsa, bu yerda ekologlar buni muhofaza qilaman deb ekologligi tepadan qo'ng'iroqli bo'lib kerak bo'lsa, ularga nisbatan chora ko'riladigan bo'lsa, qanaqa? Bu ikki xil standartli deyiladi. O'shaning uchun qachonki qaysi bir jamiyatda qonun ishlamas ekan, ko'p hollarda shu narsa chiqyapti. Ya'ni chiqishadi bizga, falon joyda pismanon ekilyapti, lekin telefon qilsa uchastkovoy ham hech narsa qilmayapti. O'zi a priori jurnalist yo blogerga chiqib falon masalani hal qilib bering, ishlamayapti deb va biz borib qo'lda haligi qonunni ishlatishimiz o'zi xato narsa. Avvalo qonun bu soati mexanizmiga o'xshagan narsa. Birov aralashsa, aralashmasa ishlash kerak bu narsa, tushunasizmi? Bu yerda mana shunaqa masalalar bor. Odamlarni ham o'shancha yashil makonga kayfiyati, munosabati juda har xil. Endi yashillashtirish bu bir masala, siz aytgandek o'sha ekilgan o'simlikni saqlab qolinishi ham bu ikkinchi masala. Biz bugungi kunda kuzatyapmiz O'zbekistonda va ayniqsa shu poytaxt Toshkent va yirik shaharlarda bugun qurilish natijasida binolar daraxtlarga ko'ra tezroq o'sib boryapti. Mana shu o'rinda mana savol paydo bo'ladi-da, Alisher aka, mana urbanizatsiya va tabiiy hududlarni uyg'unlashtirish qanchalik mumkin? Iqtisodiy o'sish maqsadida biz hozir Aqida xonim aytganlaridek yashil hududlarni toptab tashlamayapmizmi? Jamiyatimiz rivojlangandan keyin tabiiy resurslarga ehtiyoj yildan-yilga oshib boradi. Endi shu Toshkent atrofini misol qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda asosan Toshkent shahridagi daraxtlarning kushandasi bu qurilish sohasi bo'lyapti. Endi yangi Toshkent barpo etilyapti, hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan. Bu yerda albatta eng birinchi navbatda o'sha inson yashashi uchun ekologik sog'lom muhit nazarda tutilgan. Vazirligimiz tegishli mutaxassislari bilan o'sha rejalarni ishlab chiqishda, loyihalarni ishlab chiqishda birgalikda ekologlar qatnashib, mutaxassislar qatnashib, o'sha yashillik darajasi birinchi navbatda e'tiborga olinyapti. Yangi barpo etiladigan Toshkent shahrini misol qilib oladigan bo'lsak, bu yerda albatta inson uchun kerakli ekologik muhit yaratiladi, yashillik darajasi bilan ta'minlanadi. Umuman mana beton o'simlik nisbatini boshqaradigan qandaydir bir normativ hujjatlar bormi? Ya'ni aytmoqchiman, shartli ravishda 1 kvadrat metr betonga 1 kvadrat metr yashil qoplama. Albatta, normalar amaldagi qonunchilik hamda qonun asosiy hujjatlari bilan hukumat qarorlari bilan tartibga solingan. Masalan, yangi O'zbekiston massivlarini katta qurilish loyihalarini qilishda kvadrat metr 500 kvadrat metrdan kam bo'lmagan hududlarning eng kamida 25% yashillik darajasi bilan ta'minlanishi kerak. Agar o'sha hududning masalan 10 gektar deb oladigan bo'lsak, 2,5 gektari yashil hududdan iborat bo'lishi kerak. 2,5 gektarga yetmasa, o'sha 10 gektarlik qurilish obyekti qabul qilib olinmaydi. Endi yangi Toshkent deyapsiz, bu yangi bir loyiha, yangi bir umuman makon, maskan. Lekin mavjud hozir mana shahar miqyosini olsak, Toshkent shahri, boshqa yirik shaharlar, hududlar miqyosida bu yerda ishlar qanday bu borada? Har bir hududda o'ziga xos yashillik darajasi bor. Masalan, Toshkent shahri bilan Termizni yoki Nukusni solishtirib bo'lmaydi. Ko'p yillik daraxtlar Toshkentdagi asosiy kislorod ishlab chiqaruvchi fabrikasi, zavod desak bo'ladi. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasini oladigan bo'lsak, bu yerda asosan cho'l zonasi, ya'ni Orolning ta'siri juda katta deb bilaman, hamda so'nggi yillarda yildan yilga asosiy respublikamizning suv manbai bo'lgan Amudaryoning suvi kamayib, o'sha Orol dengiziga yetib borishi deyarli to'xtadi desak bo'ladi. Faqat yashil makon doirasida olib borilayotgan tadbirlarda o'sha birinchi navbatda sug'orish tizimi mavjud bo'lgan yerlarga daraxt va ko'chatlar ekilmoqda. Tabiatga e'tibor, atrof muhit muhofazasi juda muhim masala, biroq rivojlanish kerak, to'g'rimi? Biz aytyapmiz, xususiy sektor, qurilish kompaniyalari olib borilyapti, to'g'ri. Umuman mana shu xususiy sektorni yashillashtirish jarayonlariga faol jalb etish qanchalik kerak deb o'ylaysiz? Endi birinchidan xususiy sektorda, xususan shu qurilish kompaniyalarida agar aytaylik ular qurilish qilmoqchi bo'lsa, yer nimasini yutib oladi-ku auksionda.
o'sha yerda o'zini kartasi bo'ladi, ya'ni daraxtli bo'ladi. U daraxtlarni kesmaslik kerak. Uni ko'chirib o'tkazish mumkin. O'shanda ham garantiya yo'q. 3 yildan u yog'i bo'lgan, ya'ni ko'chatlar misol uchun. Endi o'sha daraxt kichkina ko'chat emasda, misol uchun yashab ketishiga misol uchun u qadar garantiya yo'q. Yoshi katta agar diametri misol uchun aytaylik 50 sm yo'q, 30 sm daraxtli bo'lsa, u yerda misol uchun oldi daraxtni ko'chirib o'tkazdi deyilgan. Lekin evaziga bitta yoki kesilgan daraxt o'rniga 10 ta daraxt yoki kerak bo'lsa 100 ta daraxt ekish majburiyatini qo'yish kerak va uni doimiy ravishda sug'orib nima qilish majburiyatini. Misol uchun bu barter. Endi hozir yashillik deysiz, mana hozir Qoraqalpog'istonga ko'pincha to'xtalib olamiz, lekin Qoraqalpog'iston u usturt platosida, misol uchun. Toshkent bizni chuqurroqdamizda, baribir. Bizga kislorod kerak, chunki bizda shamol yo'q. Qoraqalpog'istonga borsam, men misol uchun nafasim siqmaydi betdagi o'xshab. Men allergik bo'lib qoldi bu yerda. Oxirgi shu 2 yil ichida xususan. Menda hech qachon allergiya bo'lgan emas. Lekin mana bu chang bo'ronlari hayotda bo'lgan emas bunaqa narsa Toshkentda. Qurilish, doimiy ravishda qurilish, yana avtotransport bo'lib ham yana 80 benzindan foydalanadi. U eng juda past navli benzin va undan shunaqa ko'p zahar ishlab chiqariladiki, ko'pchilik bilmaydi. Hatto qo'shni Qozog'iston, Turkmanistonda ham bu 80 benzindan voz kechgan. Yevropa davlatlari voz kechgan, lekin bizda bu narsadan hali hanuz voz kechirmayapti. O'zi hammaga daraxt kerak, lekin Toshkent uchun juda ham zarur bu narsa kislorod bilan to'yinganligi. Bo'ronlarni o'zida ushlab qolish, xususan endi Toshkentda misol uchun aholisi 3 million, tub aholisi, lekin bu yerga ishlashga, o'qishga kelganlar bor. Poytaxt mehmonlar bilan hammasini umumiy ravishda hisoblaydigan bo'lsangiz 5 million aholi bu yerda. U misol uchun avtotransportdan foydalanadi va hokazo. Avtotransportdan chiqayotgan shovqindan bu ham ekologik muammo. Uni hammasini kim ihota qiladi? Daraxtlar ihota qiladi, yashilliklar. Lekin yashillikka biz bunaqa qilib yo'q qilib yuboriladigan bo'lsa, tadbirkor taraf bo'ladigan bo'lsa, tadbirkor o'zini vaqtida misol uchun bittani kesdi etaylikda yoki ko'chirib o'tkazdi, 10 ta yoki 100 ta eksin shu narsani. Daraxt ekish deyapmiz, daraxt ekib qo'yib, endi u haqda butunlay unutish mumkin emas, chunki u ham tirik jon singari parvarishga muhtoj. Mamlakatimizda daraxtlarni ekish va ko'paytirish bo'yicha butun boshli umummilliy loyiha yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni Yashil makon umummilliy loyihasi, o'sha yuqorida aytganimizdek, ushbu loyiha juda istiqbolli rejalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ya'ni 2030-yilgacha mamlakatni 30% ga yashillashtirishni maqsad qilgan. Ana shu vazifalarni amalga oshirish uchun qanday real qadamlar va resurslar kerak o'zi? 2025-yilga 200 million tub daraxt ekish rejalashtirilgan bo'lsa, shu yil joriy yil bahor mavsumida butun respublikamiz bo'ylab hududlarda 125 million tub rejalashtirilgan. Hozirga qadar shu yil bahor mavsumida 137 million tub daraxt va buta ko'chatlar ekildi shu yilning o'zida. 22-26 yillar davomida har yil 200 milliondan jami 1 milliard tub daraxt va buta ko'chatlar ekish rejalashtirilgan. Endi bu yerda daraxt va butalar ko'z oldimizga keltirib to'g'ri tushuncha hosil qilishimiz kerak. Bu 1 milliard hammasi daraxt emas, buta ko'chatlar ham bordi. Asosiy aholiga soya beradigan bu ko'p yillik baland daraxtlar. Har bir daraxt ekilgandan keyin albatta unga parvarish muhtoj, yuqorida aytib o'tdingiz. Har bir tumanda yashil makon doirasida o'sha yashil makon shtablari tuzilib, o'sha shtablar tegishli mutaxassislar jalb qilinib, har bir tumanda ekilgan daraxt va buta ko'chatlari nazoratga olingan. Yashil makon umumiy loyihasi doirasida Yashil makon eko platformasi joriy etilib, o'sha har bir ekilgan daraxt platformaga kiritilib, pasporti qilinyapti uning. U qayerda joylashgan, lokatsiyasi, daraxtning turi, daraxtning yoshi, kimga biriktirilganligi davlatnoma asosida o'sha tegishli mahalla bo'lsa, mahallaga, idora bo'lsa, o'sha davlat tashkilotiga biriktirilyapti. Endi mana hozir aytyapsiz, yilga 200 million tub daraxt, to'g'rimi? To'g'ri, bu daraxt ekish kompaniyalari to'g'ri qadam hisoblanadi, lekin bunday yondashuv ertaga shablon yechimlarga olib kelmaydimi? Ya'ni aytaylik, sifat emas, balki miqdorga urg'u berish degani emasmi bu? Nima o'ylaysiz? Qanday daraxtlar parvarishlanadi? Olimlarimizning fikriga tayanadigan bo'lsak, masalan, yuqorida qayd qilib aytib o'tdik, Orolning Qo'rg'on-Tubida ekilayotgan saksovullar 30-35% ko'kargan deb aytdingiz yuqorida. Biz o'yladikki, ya'ni men o'yladim, endi soham bo'yicha men skeptik qaraganda 30-35% ya'ni o'sib ketsa katta gapda 60% o'sibdi. Navizki olim u yoqda o'zlari turganlar va u yoqqa juda katta kuch sarflangan va 60% ko'karganini bizga video qilib o'sha konferensiyada ko'rsatib berdilar. Men to'g'risini aytsam juda hayron qoldim va shuncha insonni mehnati
shuncha ketgan byudjetdan mablag' o'zini nima qildi-da, chunki shunaqa uzoq joylar bor edi. Kukuruzniklarni an 2 samolyotida ham urug'lar tashlab shunaqa ekildi-da. U samolyotga biz ham chiqqanmiz. Ko'rasiz effektdan 2020-yil bo'lgan narsa, hozir 25-yil. Ko'karib turibdi. Ustir platosi bu ochuv joy, shamolli va bu shamollar orqali mana shu Orol bo'yini ostida shu qurigan tubidagi tuz, qumlar uchirib ketadi. Qum mayli, endi u zarrasi og'irroq, lekin endi uni ko'rmasligingiz ham mumkin-da, havoda muallaq bo'lishi. Hatto Orol tubidan uchirib ketilgan tuzda Alp tog'larida. Qo'shni davlatlarni endi aytmasak bo'ladi. Alp tog'i qatta-yu, qo'shni davlatlar qatta. Ya'ni bu Orol muammo emas, muammoni yechimi bo'ladi. Orol bu fojia. Lekin biz hozir suvga to'ldira olmaganimizga yarasha u yerda ko'chadigan qum, tuz bo'ronlarini ushlab qolishimiz kerak. Bunga bizga nima yordam beradi? Mana shu saksovul hamda boshqa 4 xil qandim. Mana shunaqa o'simliklar. Ular galaktik o'simliklar. boshida mana bunaqa ekilgani, oldin kichkinarolari, keyin o'rta bo'yliklari, keyin o'sha daraxt ekilgan. Shunaqa qilib ekilganda-da. Chunki birinchi maydalari olib qoladi o'ziga, keyin saksovul kattaroqlari, adashmasam shunaqa nimada ekilganda. To'g'ri, endi har yil har mavsumda ekilganiga qarab, bular cho'l o'simliklari sekin o'sadi. Dastlabki 18-yilda ekilgan ko'chatlar o'zining natijasini beryapti. Ayrim mutaxassislarning fikricha aytaylik, O'zbekistondagi mavjud yashil qoplamalarning mahalliy iqlim sharoitiga va tuproqqa mos kelmaydi deb aytishadi. Mana hozir boya siz Archani misol qilib keltirdingiz, haqiqatan ham mana shahar bo'ylab, hududlarda, viloyatlarda ko'ramiz, shahar qoq markazlarida katta baland daraxtlar emas, balki kichkina archalar va ular ham quyoshning jazirama issiq nurida sarg'ayib qolganini biz ko'rganmiz. Nega archaga o'tilgan? Shu sabab qiziq. Har yili bahor-kuz mavsumida kamida 30 dan ortiq xil turdagi daraxt va buta ko'chatlar ekilmoqda. Endi bularning ichida ham ma'lum foiz rejada Virgin archasi, Sharq tuyasi, Qirim-qarag'ay shular bor. Endi albatta faqat bizning iqlim sharoitiga qanchalik mos ular? Yo'q, ularingiz boshqa archada biz aytayotganimiz ham bu bitta chiqqan. U tuyali bizda o'sadi bemalol aytganlaringiz. Qirim-qarag'ay deyapsiz. Qirim-qarag'ay bizani misol uchun tog'li hududda o'ssa, men tushunaman. U juda ham o'zi sekin o'sadi. U hech qanaqa soya bermasa, maksimum bitta plyusi uni efir moylari bor, yurak-qon tomir, asab kasalliklariga yaxshi. O'shanda ham bu daraxt tagida o'tirishingiz kerak, ya'ni 1-2 metr yaqinida bo'lishingiz kerak. Bunda olib qarasangiz, u faqat go'zalligi, dekorativli, lekin suv masalasi bo'lib turibdi bu yerda. Soya bermasa, juda sekin o'ssa. Endi o'zim mutaxassis sifatida o'zim ko'zim ko'rgan bilan Ekologiya vazirligi tarkibida ishchi guruhda qatnashdim. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanida katta, Markaziy Osiyoda katta gaz ximiyal kompleks Uzkorgaz chemikal korxonasini qabul qilish aktida o'zim qatnashdim. O'shanda idorasining oldiga 100 dan ortiq turdagi qirim-qarag'aylar ekilgan, balandligi 1,5-2 metr. Bu har bir daraxtning tagi sug'orish tizimi bilan qilingan, yomg'irlatib sug'orish bilan ham yashilchim qoplama qilingan. Har bir daraxtning tubiga bug'doy ekilib, o'sha bug'doy namlikni ushlab turib, butunlay tagining qurib qolishining oldini olganligini ko'zim bilan ko'rganman. Bu har bir ekilgan qirim-qarag'ayga o'sha korxona ishchilaridan har bir bittasiga bitta xodim biriktirib, har kuni eltirib, uni sug'orishi bilan ta'minlash topshirilgan. Bu albatta o'z natijasini berib, keyingi yildan borib ko'rganimda deyarli hammasi ko'karib turganligini guvoh bo'ldim. Bu Ustyurt zonasi albatta bu qirim-qarag'ay o'sadigan, igna-bargda o'sadigan hudud emas, lekin har bir daraxtga alohida parvarish qilinsa, uni o'sib ketishi imkoniyati mavjudligini o'zim guvohi bo'ldim. O'zi O'zbekiston iqlim sharoitiga mos o'sha qurg'oqchilikka chidamli qanday o'simlik turlari ekkani yaxshiroq bizda? Bir nechtasini sanab o'tsak bo'ladi. Masalan, suvsizlikka chidamli qayrag'ochlar, shumtollar, katalpalar, shular suvsizlikka chidamli daraxt turlari hisoblanadi. Ham bular tutib ketishi, ko'karuvchanligi yuqori ko'rsatkichga ega. O'rtacha har bir voyaga yetgan daraxt, 7-8 yillik daraxt kamida 15-20 kishiga yil davomida kislorod berib, hamda shuncha miqdordagi havodagi karbondioksid angidrid zararli gazlarni o'zida ushlab qoladi. Qurg'oqchilikka chidamli o'simliklarni ekish deyapmiz, to'g'rimi? Loyihada bunga ham e'tibor berilgan. Bu kabi keng ko'lamli baholash va yangi texnologiyalarni joriy etishdi. Bizning o'sha ekologlarimiz, ilmiy muassasalarimiz qanchalik tayyor o'zi? Endi Yashil makon umumiy loyihasi dastlab boshlangan davrdan buyon hozirgi kundagi Markaziy Osiyo Green Universitet tarkibidagi ilmiy institutlar tomonidan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Har bir hududda, respublikamizning 14 ta hududida qanaqa daraxt turlari, buta turlari ekilishi tavsiya berilgan. Shu tavsiya bo'yicha hozirgi kunda har yili bahor
kuz mavsumida ishlar amalga oshirilmoqda. Loyihani eng umidbaxsh jihatlaridan biri bu o'sha dronlar vositasida Qoraqalpog'iston hududi va umuman boshqa cho'l hududlarida urug'larni ekish nazarda tutilyapti. Bu bundoq olib qaraganda xuddi bir revolyutsion yechimga o'xshayapti-da. Bu o'zi qanday samara beradi deb o'ylaysiz? Samolyotda ekilgani urug' tashab ketilgan, yaxshi effekt bergan. Endi bilasiz, buni ba'zi bir Afrika davlatlarida bu kabi praktika bo'lib o'tgan amaliyot, ya'ni u yerda nima qilishgan? O'sha yerni iqlimiga mos daraxtlarni, urug'larini loy bilan chaplashgan. Loy ichida albatta chirindisi ham bo'lgan. Ya'ni u urug' yerga tushgani, masalan, biz o'ylaymiz hozir bir urug'ni o'zi deb. Yo'q, u uchirib ketadi shamollar o'zida juda katta tezlikda ketganingizda. Bu yerda ya'ni urug'i ustini qoplangan loy bilan. Loyda u chirindi ham bor, g'umisi ham bor. U yerga tushgandagi og'irligi tabiiy tushgan joyda qoladi va ya'ni namligi ham bor. Ham o'zida o'sha chirindilar ham bor va tarkibida oziqlantiruvchi moddalar ham bor. Mana shu moddalar orqali keyin vaqt o'tgandan keyin bular ozgina namlikdan keyin tabiiy unib chiqadi. Ana shunaqa agar yengicha bir yondashiladigan bo'lsa, bemalol bu narsa qilsa bo'ladi. Mana o'sha men aytganim bo'yicha 2020-yilda ham odam yetib bormaydigan juda uzoq joylarga shu An2, ya'ni kukuruznik deymiz, xalq tilida shu bilan ekilgan urug'lar va unib chiqqan ular ham. Xitoy misol uchun ular juda katta bir loyiha boshlashgan va u ham cho'llashishga qarshi. Cho'lni o'rtasida odamlarning o'zi yuribdi, ya'ni ko'chatni nima shuncha ko'chatlar ekib ketishyapti, temir bir narsa bilan, trubaga o'xshagan narsa, ko'chatni ichiga tiqyapti-da, trubani ichidan yana suvni ham qo'yib ketyapti. Ana shunaqa joylarda misol uchun effekti bor uni ham. Yangi narsalarni olishimiz kerak va ishlatishimiz kerak. Mamlakatning ekologik holatiga nafaqat o'sha yashil ko'chatlarning yetishmovchiligi, balki mavjudlarni kesib tashlash, ya'ni daraxtlarni kesish, iqlim o'zgarishi ham sabab bo'lyapti. Aytmoqchimanki, yashil makon umummilliy loyihasida nafaqat shu daraxt ekish, balki o'sha cho'llanishga qarshi, yerlarning degradatsiyasiga qarshi qanday yana bir kompleks chora-tadbirlar nazarda tutilgan? Endi ekologiya vazirligi tomonidan har bir hududda ekologiya boshqarmalari, har bir tumanda ekologiya bo'limlari bor. Ular kamida 4-5 tadan inspektori bor. Doimiy 24 soat ishlaydigan ishonch telefonlari qilingan. Qaysi hududda shunaqa holatlar, ekologik qonunbuzilishlar bo'lsa, daraxt kesilayotgan bo'lsa yoki boshqa huquqbuzarliklar aniqlanayotgan bo'lsa, xabar kelib tursa, albatta o'sha inspektorlar joyida borib ko'rib, jarima qilib, tabiatga yetkazilgan zarar bo'yicha zarar hisoblab choralar ko'rilmoqda. Umuman loyihada aniq bir chora-tadbirlarni sanab o'ta olasizmi, misol qilib keltirib? Bitta shu daraxtga yuzlanadigan bo'lsak, shu moratoriy qabul qilinganidan beri, endi bu moratoriy qabul qilingandan keyin bu daraxt kesish jamiyatimiz, aholimiz ko'ziga ko'rindi, lekin bu shu kungacha davom etgan narsa, lekin o'sha moratoriy belgilangandan keyin shu jamoat faollari yuzaga olib chiqib, tushuncha paydo bo'lyapti, lekin aslida bu oldindan davom etgan. Hozirgi kunda ekologiya inspektorlari tomonidan har bir hududda noxush holatlarning oldini olish bo'yicha ichki ishlar bilan, Milliy gvardiya bilan birgalikda ekopatrul tashkil etilib, tegishli chora ko'rilmoqda. Qida xonim, mana shu umuman loyihani muvaffaqiyatli ijrosida mahallani roli qanday deb bilasiz? Ya'ni mahalliy aholini o'sha qog'ozda emas, balki haqiqatda ham amalda ularning bir kundalik hayotining bir qismiga aylanishi uchun, ular ham mana shu jarayonlarda faol ishtirok etishi uchun qanday motivatsiya bersa bo'ladi odamlarga? Hovlida yashaydiganlar biladi, men ham hovlida yashayman. Bizda doim hovlida kamida 8 ta daraxt bo'lardi, mevali daraxt. Hozirgacha bor u daraxtlar meva beradi. So'nggi paytlarda bir narsa urfga kirib keldi. Hovliga daraxtlar ekilmaydi deb palma eksa ekib qo'yadi yoki bo'lmasa mana basseyn qilib qo'yadi. Gullar eksa ekib qo'yadi, qolgani gazon. Eng befoyda o'simlik bu gazon. Birinchidan ekish protsessi juda vaqt oladi, mablag' ketadi. Ikkinchidan bunga suvni qo'ymasangiz, suvni 2 mahal sug'orish kerak. Endi suvni ko'ryapsiz, juda ahvolimizda tang misol uchun. Uchinchidan yana buni o'rsangiz ham, masalan, qo'yga bersangiz, molga bersangiz yemaydi. O'shalar o'rniga bizani o'zimizni misol uchun shu gullar bor, butalar, shu mevali daraxtlarni ekish kerak. Har bitta odam o'zini oilasidan, uyidan boshlash kerak. Baribir aholimizdan 95% musulmon. Bizda sadaqa joriy degan narsa bor islomda. Ya'ni odam o'tib ketgandan keyin unga savob olib kelib turadigan uni qilgan yaxshi amallari. Daraxt ekish ham xuddi shu narsa. Daraxt ekkandan keyin u daraxt katta bo'ladi. Agar mevali daraxt bo'lsa, mevasidan yegan, misol uchun odamzod bo'ladimi, nima jonzotlar bo'ladimi, undan savob olib kelib turadi. Misol uchun soyasida bo'lsa, undan savob kelib turadi. Hech bo'lmasa uyidan boshlash kerak bu narsani ekishni. Ana undan keyin mahallalarda bizda hashar degan narsa. Tarixan hashar orqali juda yaxshi bir xayrli ishlar qilingan bo'lgan.
katta bog'li qilingan, ko'prikli qilingan, maktablar qurilgan, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Mana shu narsani yana qayta tiklash kerak, hashar degan narsani. Ijtimoiy mas'uliyat degan narsani har bitta odamni ongiga singdirish kerak. Men nima qilaman? Yer meniki emas, kislorod meniki emas. Yo'q, o'rtoqlar. Agar hozir aytaylik, nimadir bo'ladigan bo'lsa, ekologik qanaqadir bir muammo bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda tanlab o'tirmaydi. Saniki, meniki deb hamma yosh qori hammamizga birdek keladi. O'shaning uchun ekologik bu ijtimoiy mas'uliyat hammada shakllantirish kerak bo'lib, bolaligidan boshlab. Man hozir to'g'ri aytdingiz. Umuman mana shu jamoatchilikni, ayniqsa yoshlarni yashillashtirish jarayonlariga jalb etish bu shunchaki hashar bo'lib qolmasdan, balki haqiqatan ongli yondashuvga aylanish uchun siz aytgandek mana shunday chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Umuman loyihaning muhim jihatlaridan yana biri bu yo'llar va daryolar chetida yashil kamarni tashkil etish. Bu o'zi nima degani yashil kamar va bu o'sha qurg'oqchilikka qarshi, cho'llanishga qarshi qanday samara beradi? Vazirlar Mahkamasining farmoyishi asosida har yili yashil makon doirasida bajariladigan ishlar manzilli dasturi tasdiqlanadi. O'sha manzilli dasturda respublikamiz bo'ylab avtomobil yo'llari, suv obyekti bo'ylari, har bir yirik sanoat korxona atrofiga yashil qalqonlar tashkil etish belgilab beriladi. Masalan, atrof muhitga asosiy ta'sir ko'rsatuvchi respublikamizdagi 112 ta korxona belgilab olingan bo'lsa, o'sha har yili yashil qoplama barpo qilinadigan rejalar bor. O'sha reja asosida tanlab olingan har bir tumanda hududlarga daraxt va buta ko'chatlari ekilmoqda. Juda katta ambitsiyali loyihani muhokama qilyapmiz. Uni amalga oshirishda O'zbekiston uchun qanday xalqaro deylik o'sha tajriba yoki standartlar foydali bo'ladi? Qaysi davlatni muvaffaqiyatli o'sha tashabbuslarini biz o'sha o'rnak sifatida qabul qila olishimiz mumkin? Endi u bitta davlatning tajribasini e'tiborga olib turib, o'shandan foydalanish noto'g'ri deb o'ylayman. Bu respublikamizda masalan dunyodagi rivojlangan davlatlarning tajribasini umumiy ko'rib, ularni tahlil qilib, o'shalardan respublika hududiga iqlimga mos bo'lgan natijasini beradigan chora-tadbirlarni misol qilib olsak bo'ladi. Masalan, cho'llanishga qarshi kurashishda Xitoyda o'sha cho'lning o'rtasida yo'lning atrofiga sug'orish tizimi barpo qilib, o'sha cho'lga chidamli galofit o'simliklardan o'sha yashil qoplama barpo qilingan. Masalan, shuni misol qilib, Yashil makon umummilliy loyihasiga 100 milliard so'm ajratildi uni amalga oshirish uchun. Bu ozmuncha bo'lmagan mablag'. Mablag'ni to'g'ri taqsimlanishi, umuman maqsadli ishlatilishini kim nazorat qiladi? Bu borada qandaydir bir shaffof mexanizm bormi? Aholi ham bundan xabardor bo'lish imkoniyati bo'ladimi? To'g'ri, yaqinda Prezidentimizning 90-sonli farmoni, 197-sonli qaror qabul qilindi. Bunda siz aytib o'tgan masalalar o'z aksini topgan. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ekilgan daraxtlar, sarflangan mablag'larni jamoatchilik o'sha platforma orqali kuzatib borsa bo'ladi. 100 milliard so'm mablag' bo'lsa, masalan, shuning teng yarmi yurtimiz bo'ylab Mening bog'im loyihasi doirasida yurtimiz bo'ylab 215 ta shaharda yashil bog' va jamoat parklari tashkil etishga sarflanadi. Masalan, 2024-yilda respublikamiz bo'ylab 215 ta shaharda yashil bog' va jamoat parklari tashkil etildi. Shu yili 2025-yilda 208 ta Mening bog'im loyihasi doirasida yashil bog' va yashil jamoat parklarini barpo qilish belgilangan. Yashil makon loyihasi O'zbekistonda nafaqat ekologik, balki iqtisodiy strategiyaga aylanishi mumkinmi? Ya'ni ushbu loyiha bandlik masalalari, ish bilan ta'minlash masalalarida qanchalik ahamiyatli? Daraxt ko'chatlarni ekishga o'sha aholining ish bilan ta'minlanmagan qatlamini mavsumiy javob qilish mumkin. Bu albatta o'sha ishsiz yurgan odamlar ish bilan ta'minlanishi mumkin. Oldimizda yana bir vazifa yomg'ir oqova suvlaridan foydalanib daraxtlarni sug'orish masalasi turibdi oldimizda. Ekologiya vazirligi huzuridagi tegishli mutaxassislar tomonidan ishchi guruh tuzilib, qaror loyihasi ishlab chiqilmoqda. Masalan, bitta massivda 10 ta katta dom uy bo'ladigan bo'lsa, o'sha domning tepasiga yig'iladigan yomg'ir suvlari rezervuarda to'planib, o'sha suvlar filtrlanib, tozalanib, o'sha Yangi O'zbekiston massividagi ekilgan daraxt va buta ko'chatlarni sug'orish mumkin. Shular nazorat qilinadi. Bu bandlik masalasiga qanday aloqasi bor? Shunga ishsiz o'sha hududdagi aholini biriktirish nazorat qilyapti. Suhbatimizga ham ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Shu muhitni biroz tetiklashtirish uchun men qisqacha blitz so'rov o'tkazaman. Qisqa savol, qisqa javob bo'ldi. Shu bilan
suhbatimizni yakunlaymiz. Yashil makon loyihasini yaxshilash uchun bitta istiqbolli qadamni tanlash imkoningiz bo'lganda, u nima bo'lar edi? Har qanday qurilish qilinadigan bo'lsa, necha gektardan, masalan 100 gektarda qurilish qilinadigan bo'lsa, shuning atrofida 100 gektarda yashil bog' tashkil etish. Rahmat. O'zbekiston tabiati bilan shaxsan siz uchun assotsiatsiya bo'ladigan bir dona so'z. Qurg'oqchilik. 10 mingta daraxtmi yoki bitta yaxshi parvarishlangan va tirik daraxt? Yaxshi parvarishlangan, voyaga yetgan daraxt. Yashil makon loyihasining 5 yildan so'nggi muvaffaqiyatini qanday baholaysiz? Agar qonunli ishlaydigan bo'lsa va nazorat masalasi, jamoatchilik nazorat masalasi va u ekilgan nimalarga qarash, ya'ni suv va boshqa misol uchun kasallik tushishi masalasi bor. Shularga qaraladigan bo'lsa, juda ham ijobiy baholayman. Cho'llanishga qarshi kurashda qaysi biri samaraliroq deb o'ylaysiz? Daraxt yoki buta o'simligi? Albatta buta o'simligi. Tabiatni asrash uchun har bir o'zbekistonlik hayotida qanday odatni o'zgartirgan bo'lar edingiz? Menga nima degan gapmi? Chunki bee'tiborlik juda ko'p narsalarni, xususan nafaqat tabiat va boshqa masalalarda ham jinoyatga olib kelib qo'yadi bu narsa. Menga nima, menga aloqasi yo'q degandan keyin. Rahmat. Qiziqarli javoblaringiz va mazmunli suhbat uchun tashakkur. Tashrif uchun rahmat. Rahmat, sizdan salomat bo'ling. Yashillashtirish bu shunchaki daraxt emas, bu kelajak, madaniyat va barqarorlik demakdir. Yashil O'zbekiston nafaqat shior, balki haqiqatga aylansin deb qolamiz. Shuni unutmangki, har bir ekilgan va saqlab qolingan bir donagina barg bu bir qultum nafas demakdir. Eslatib o'tamiz, dasturimiz hamkori Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi. Aziz teletomoshabinlar, mavzu yuzasidan va umuman ekologiya bilan bog'liq sizni qiziqtirgan boshqa savol va takliflaringiz bo'lsa, ekraningizda ko'rsatilgan Telegram bot orqali yo'llashingiz mumkin va biz ularni keyingi sonlarda o'qib eshittiramiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.